Assalomu alaykum, xonavto kuzatuvchilari. Keyingi mashinamiz Spark 2017-yil. Mashinani petnosi bor. Mana shu kapotda, mana shu yerda petno va kremaning uchida petnosi bor. Qolgan joylari top-toza. To'rtta yumshoq balon qo'yilgan, 4 diskasi qo'yilgan. Sonsizlashliklar tortilgan aynaki. Yurgan masofasi 158 ming. Mashinani hamma rasxotini qilib qo'ygan ekan. Metan gazlari ham bor. Barlar qo'yib qo'yilgan, pulti bor. Mana orqa ko'rinishlari. Zo'r mashinani yurishtirish hamma yo'g'ini o'ziga moslab egasi zo'r qilib qo'ygan ekan. Kazinka, peredok, ходовой ish qilib hamma yo'g'ini zo'r qilib qildirganman dedi. Motor umuman kulish tegmagan. Mashinani yurishtirishlari hamma yo'g'i yaxshi ekan. Qolgan joylari mana bu yerda kosmetikasi bor, ozgina. Bu 2017 158 ming yurgan Sparkimizning narxi $6450.